Assalomu alaykum aziz ustozlar, hurmatli tinglovchilar. Bugungi darsimizda ekub, ekuk va UBS, ya'ni umumiy bo'luvchilar soni tushunchalari bilan tanishamiz. Demak, bu ekub, ekuk va UBS so'zlari qisqartirib yozilgan. Bularni nima ekanligini mana bu yerda hozir keltirib o'tamiz. Ekub bu eng katta, mana shu katta so'ziga alohida e'tibor beraylik. Eng katta umumiy bo'luvchi. Endi ekuk eng kichik umumiy karrali. Mana bu so'zni, mana shu so'zlarning qisqartmasi, mana bu ekub va ekuklar. Mana bu eng ya'ni ikkalasi bir xil, katta birisida kichik. Ana shuni adashtirib qo'ymasligimiz kerak. Ekukda eng kichigi, bunda eng kattasi bo'ladi. Umumiy so'zlar ham bir xil, faqat mana bu ikkita so'zda farq bor. Katta bo'luvchi, kichik karrali. Mana bu eng va umumiy so'zlar, ya'ni u harfi ikkalasida ham bir xil kelyapti. Endi UBSni ham yozib qo'yaylik. UBS bu umumiy bo'luvchilar soni. Bo'luvchilar soni. Mana bu so'zlarni kengaytmalarini ham yozib oldik. Endi tushunchalarni o'rganishga o'tamiz. Ya'ni ekub bu nima o'zi? Oldin ekubni nima ekanligini bilib olaylik, keyin uni hisoblash usulini ko'rib chiqamiz. Qanday usullar bilan buni hisoblab chiqarsa bo'ladi. Demak, ekub bu eng katta umumiy bo'luvchi bo'lgandan keyin umumiy so'zdan ko'rinyaptiki, demak, bu yerda bir nechta son uchun aniqlanadi bu tushuncha. Kamida ikkita son uchun aniqlash kerak. 2 ta, 3 ta, 4 ta, 10 ta, 100 ta, umuman bir nechta son uchun hisoblasa bo'ladi. Ekub tushunchasi. Demak, ekub bir nechta son uchun aniqlanadigan tushuncha. Keling, buni tushunib olish uchun, ya'ni ekubni nima ekanligini tushunib olishimiz uchun biz misol olamiz. Ya'ni ikkita son olaman. Kamida ikkita son uchun qaraymiz dedik. Ikkita son oladigan bo'lsak, misol tariqasida, demak, kichikroq sonlarni tanlayman. Misol 12 va 18 sonlarni olamiz. Sonlarini qaraylik. Ya'ni bu yerda 12 va 18 ni bo'luvchilarini yozib chiqamiz. Ya'ni 12 ning bo'luvchisi nima? 12 ning bo'luvchilari 1, 2, 3, keyin 6 va 12. Endi 18 ning bo'luvchilari, 18 ning bo'luvchilari 1, 2, 3, 6, 9 va 18. Endi shularning ichidan umumiy bo'luvchilar, ya'ni umumiy bo'luvchi degani bu ikkalasida ham bor bo'lganlari qaysilar? Umumiy bo'luvchilar. Ikkalasida ham bor bo'lgani bu 1, mana. Ikkalasida ham bor 1. 2, ikkalasida ham bor, ya'ni bu ham umumiy bo'luvchiga kiradi. 3, ikkalasida ham bor. 3 ni ham olyapmiz. Keyin 6 bor, ikkalasida ham. 6 ni ham olyapmiz. Endi yozamiz. 1, 2,
2, 3 va 6. Mana böluvchilarni yozib chiqdik. Keyin uni umumiy böluvchilarni, ikkalasida ham borlarni. Endi o'shalarning eng kattasi kerak ekan bizga. Demak, javob necha bo'ladi? 6 bo'lar ekan. Mana E kub nimani aniqlaydi? Ikkita sonning umumiy böluvchilarining eng kattasini topishni ko'rsatar ekan bu. Demak, 6 bo'ldi javob. Endi buni qanday hisoblaymiz? E kubni. Ikki sonning eng katta umumiy böluvchisini topish usuli qanday? Hisoblash usuli deb qo'yamiz endi. Hisoblash usuli. O'shani topish usuli. Xo'p, buni topish uchun bir nechta usullar bor. Hozir bu yerda men ko'rsatib o'taman. Demak, birinchi usul deylik. Birinchi usul 12 va 18 larni kanonik yoyilmasini yozamiz. Endi bularni kanonik yoyilmasini og'zaki yozib ketaman. 12 bu qanday yozilar edi? 2 ning kvadrati ko'paytirilgan 3. 18 bu 2 ko'paytirilgan 3 ning kvadrati bo'lar edi. Mana kanonik yoyilmasini yozdik. Endi kanonik yoyilmada E kubni hisoblash uchun keling E kubni mana bunday yozamiz. B boshidagi 3 ta nima harflari bir xil bo'lganligi uchun oxiridagi harflar bilan farq qilayotgani uchun buni B deb belgilayman. B degan paytim E kubni tushunamiz. Demak, E kub 12 va 18 sonlari. Mana shuni E kubi nechi bo'ladi? 6 ga tengligini biz hisoblab qo'ydik. Endi bu yerdan qanday qilib keltirib chiqaramiz? E kubni hisoblash uchun diqqat qiling. 2 sonning yoki 3 ta 4 ta bo'lishi ham mumkin. Bu bir nechta son bo'lishi mumkin. Mana biz hozir misolda 2 ta son olayotganimiz uchun mana shu 2 ta songa nisbatan aytaman qoidani. Kanonik yoyilmada ikkalasida ham bor bo'lgan tub ko'paytuvchilarning kichik darajalilarini olamiz. Mana 2 ning kvadrati bor, keyin 2 ning birinchi darajasi bor. Mana 2 degan tub ko'paytuvchini qarayapmiz. Ikkalasida ham bor 2. Bu yerda 2 ning kvadrati bor, bu yerda 2 ning birinchisi bor. Demak, E kub hisoblayotganda ikkalasida ham bor bo'lgan tub ko'paytuvchilarning darajasi kichik bo'lgani olinadi. Demak, 2. Xo'p, yana ishimiz davom qiladi. Ikkalasida ham bor 3. Yana keyingi ko'paytuvchiga o'tdik. 3 ni qaradik. 3 ikkalasida ham bor ekan va bu yerda 3 ning birinchisi ekan, bu yerda 3 ning ikkinchisi ekan va hozirgi qoida bo'yicha kichigini olamiz dedik, 3 ni olamiz. Yana ko'paytuvchi bormi bu yerda? Yana boshqa ko'paytuvchilar yo'q va shu bilan ishimiz tugadi. Javob esa 6 bo'lar ekan. Mana E kub mana shunday hisoblanadi. Endi bu yerda qo'shimcha izoh aytib ketaman. Xo'p, mana bunda bitta ko'paytuvchi bo'lib qoldi. Bunda yo'q. Ya'ni birsida bo'lib, boshqa birsida yo'q bo'lsa, ikkinchi sonda u ko'paytuvchi qatnashmasa, u yerda hech nima qaramaymiz. Ya'ni u sonni olmaymiz. U bizga kerak emas. Biz faqat ikkalasida ham bor bo'lgan tub ko'paytuvchilarning darajasi kichik bo'lganlarini olamiz. Bittasida bor bo'lib, ikkinchisida yo'q bo'lsa, uni qaramaymiz. U bizga kerak emas. E kub hisoblayotganda kanonik yoyilma bo'yicha hisoblashda mana shu qoidani eslab qolishingiz kerak va mana shu bo'yicha olishimiz kerak. Xo'p, endi ikkinchi usul. Ikkinchi usulda qanday hisoblaymiz? Ikkinchi usulda qarang, bunday qilamiz. 12 va 18 sonlarini yonma-yon yozamiz. Endi orasi biroz ochiqroq bo'lsin, ya'ni 1218 bo'lib bitta son bo'lib qolmasin. Keyin vertikal chiziqcha chizamiz va mana shu sonlarni ikkalasini birdaniga
xuddi tub ko'paytiruvchilarga ajratganda, ya'ni kanonik yoyilmani yozish usuliga o'xshatib ikkalasini birdaniga bo'lishni boshlaymiz. Ya'ni birinchi tub son necha edi? 2. Ikkalasiga ham bo'linadimi? Bo'linadi. Ya'ni 6, mana bu yerda 9 bo'ldi. Va ikkalasiga ham bo'linganligi uchun mana shu yerga bitta belgi qo'yib ketaylik. Mana bitta belgi qo'yib ketamiz. Keling, mana shunday qilaylik. Agar mana shu sonlarni ikkalasi ham bo'linsa biron bir tub songa, uni mana shu to'g'risiga bitta belgi qo'yib ketamiz. Bu belgi nimaga kerak? Hozir aytamiz. Xo'p, endi bo'lish yana davom etadi. Endi 2 ga yana bo'linadi. Bittasi faqat endi 6 bo'linadi, 9 bo'linmaydi. Bittasi bo'linadigan bo'lsa, bo'lishni davom ettiraveramiz. Mana 3 bo'lyapti. 9 2 ga bo'linmaydi. O'shaning uchun 9 ni o'zini yozamiz. Ya'ni bu navbatni kutib turadi. O'zi o'shanga bo'linadigan son chiqqunicha navbatini kutaveradi. Mana 9 ni yozdik. Endi yana 2 ga bo'linishni qaraydigan bo'lsak, ikkalasi ham 2 ga bo'linmaydi. Endi 2 ga bo'linadigan son qolmadi bu yerda. Endi 2 dan keyingi tub songa o'tamiz. 3 ga o'tdik mana. 3 va belgi qo'yamiz. Endi shu yerda savol paydo bo'ladi. Mana shu yerdagi 2 ga belgi qo'ymadik-ku, nimaga qo'ymadik? Chunki biz boshida aytdik, ikkala son ham qaysidir songa bo'linsa, o'shanga belgi qo'yamiz dedik. Mana bu yerda 2 ga bo'lganimizda 6 bo'lindi, 9 bo'linmadi. Demak, ikkalasiga ham bo'linmadimi? Birsiga bo'linib, birsiga bo'linmadi. Biz unga belgi qo'ymaymiz. Mana bu yerda 3 3 ga bo'linadi, 9 3 ga bo'linadi. Ikkalasi ham bo'linyapti. O'shaning uchun bu yerga belgi qo'yapmiz. Va bo'lgandagi natijalarni yozamiz. 1 va 3. Endi yana bormi? Yana bor. Mana bu 3 3 ga bo'linadi hali. 1 3 ga bo'linmaydi. Bo'linmasa o'zini yozamiz degandik. 3 ni 3 ga bo'lsak esa 1 qoldi. Va shu yerda mana shu yerda 1 1 chiqqan payti ishimiz tugaydi. Va e kub 12 va 18 ni qaraydigan bo'lsak, mana shu belgi qo'yilgan sonlarni ko'paytmasini olamiz. Ya'ni 2 va 3 ni olamiz, javob 6 bo'ladi. Mana bu ikkinchi usul bo'ldi. Har doim bu usul o'tadi. Xo'p, endi uchinchi usul ham bormi? Uchinchi usul ham bor. Uchinchi usul bu usulning nomi Evklid algoritmi. Evklid algoritmi degan usul, mana shu usul yordamida ham e kubni topish mumkin. Bu usul ham albatta kerak. Masalan, kichik sonlar uchun bo'lganda mana bu yuqoridagi ikkita usul bilan darrov topishimiz mumkin. Endi Evklid algoritmini ikkita son uchun ishlaymiz. Ikkita son uchun e kub hisoblaganda bunda kattaroq sonlar bo'lib qoladi. Ya'ni bir-biriga yaqin kattaroq 3 xonali, 4 xonali yoki 5 xonali sonlar bo'lib qolgan payti mana bu usullardan foydalanib, ya'ni tub ko'paytiruvchilarni ajratib o'tirish ancha-muncha vaqtni olib qo'yishi mumkin. O'shaning uchun bu usulni o'rganib qo'ysak, bu usul bizga asqotishi mumkin. Xo'p, hozir biz endi 12 va 18 ni misolda olaveramiz buni. Xo'p, Evklid algoritmi nimadan iborat? Buni tushuntirib o'tamiz. Qarang, bunda katta sonni kichik songa bo'lamiz. Mana katta son 18 edi. 18 ni 12 ga bo'lamiz. 1 dan bo'ladi va 12 bo'ladi. Ayirsak 6 bo'ladi. Mana bu qoldiq bo'ldi. Endi shuni, ya'ni endi bu yerda hozir 12 18 bo'lganimizda 12 18 va qoldiqni ham qaraydigan bo'lsak 6 3 ta son bo'lyapti. Endi bu yerdan ikkita oxirgi ikkita kichkinasini yana o'sha tartibda, ya'ni 12 va 6 sonlarni olamiz va yana kattasini kichikka bo'lish ishini davom qildiramiz. 12 bo'lingan 6. Mana o'sha 6. 2 dan berdik va 12. Mana bu yerda 0 qolyapti. Mana bu qoldiq.
0. Ya'ni qoldiqsiz bo'linadi deganim. Ana endi biz ekubni olmoqchi bo'lsak, qoldiq 0 chiqqandan bitta oldingi qadamdagi qoldiqni qaraymiz. Qachonki qoldiqimiz 0 chiqib qolsa, orqaga, ya'ni qoldiqlarni tekshirib, orqaga bir qadam qaytamiz mana. Bir qadam orqaga qaytgan paytimiz qoldiq necha bo'lsa, demakki, mana shu ikkita sonning ekubi o'sha qoldiqqa teng bo'ladi. Ya'ni 6 ga teng bo'ladi. Endi hozir sonlarimiz kichik bo'lganligi uchun bu tez tugab qoldi. Kattaroq sonda qaraydigan bo'lsak, bu osonroq. Ya'ni mana bu nima ko'proq davom etadi. Mana bu bo'lish jarayoni va bunda ko'rish osonroq bo'ladi. Xo'p, endi 4-usul bormi? Yo'q, 4-usul yo'q. Hozircha mana shu 3 ta usul bilan chegaralanamiz. Bu ekubni topish uchun bo'lyapti. Xo'p, endi ekubni topishga ham e'tibor qaratsak, ya'ni ekub degani bu eng kichik umumiy karrali edi. Eng kichik umumiy karrali degani nima? O'sha 18 va 12 ning karrallarini yozamiz. Karrallari degani bu masalan 12 ga oladigan bo'lsak, 12 dan katta bo'lgan va 12 ga bo'linuvchi sonlar. Birinchisi bu 12 ning o'zi, keyingisi bu 24, keyingisi 36, undan keyingisi 48, 60, 72, 84, 96. Buni oxiri yo'q, ya'ni davom etaveradi. 12 dan katta 12 ga bo'linadigan sonlar ko'p. Ya'ni bular 12 ning karrallari bo'ldi. Endi 18 ning karrallarini yozamiz. 18, 24, keyin 36, kechirasizlar, 24 ni yuqoriga qarab yozib yuboribman, adashib ketdim. 18 dan keyin 36. 36 dan keyin 54, ya'ni 18 qo'shilib borilaveradi. 72, 72 dan keyin 90, 90 dan keyin 108 va hokazo, bu ham yana davom etaveradi. Mana bu 96 dan keyin albatta 108 bor edi, 12 ni qo'shganimizda, keling shuni ham yozib qo'yaylik. Ham davom etaveradi. Endi umumiylari, umumiy karralilar. Karrali. Ikkalasidan bor bo'lgan umumiy karrallarni yozadigan bo'lsak, mana 36 bor ikkalasida ham. Keyin 72 bor, 108 bor va hokazo yana bor sonlar. Endi bizga aytayaptiki, mana shu umumiy karrallarning ichidan eng kichigini oling deyapti va javob 36 bo'lar ekan. Eng kichigi 36. Demak, 12 va 18 ning ekubi 36 ga teng ekan. Ekub 12, 18 bu 36. Endi buni hisoblash usulini ko'rib chiqamiz. Qanday qilib hisoblaymiz? Mana shu joyda ekubni hisoblash uchun mana joy qolgan ekan. Shu yerga yozaman. Qarang. Ekub 12 va 18. Ekubni hisoblaydigan paytimizda endi kanonik yoyilmada, ya'ni birinchi usulda kanonik yoyilmada ikkalasida bor bo'lgan tub ko'paytuvchilarning katta darajalari olinadi. Ya'ni ikkalasida ham bor edi. Mana bu yerda 2 ning kvadrati bor. 2 ning kvadratini oldim. Endi 2 lar bo'ldi. Endi 3 larda 3 ning kvadrati bor, 3 ning o'zi bor. Demak, 3 ning kvadratini olamiz. Va bu 4 ko'paytirilgan 9 bo'lib 36 ni beradi. Mana ikkalasida borlarning katta darajalarini. Endi shu yerda bitta izoh aytib ketishim kerak. Ekubni hisoblagan payti kanonik yoyilmada hozir bizda 2 va 3 lar ikkalasida ham bo'lib qoldi. Endi bir-birida uchramaydigan sonlar bo'lib qolishi mumkin.
u holda nima qilinadi? Ya'ni ekukda ikkalasida borlarining katta darajalari va bir-birida yo'q bo'lgan tub ko'paytuvchilarning o'zlari ham olinadi. Ya'ni bu yerda hozir mana bu yerda 5 qatnashib qolsa, bu yerda 7 qatnashib qolsa yoki 7 ning qandaydir darajasi bo'lsa, mana bu 5 bunda bor, bunda yo'q, 5 ni ham olamiz, 7 bunda bor, bunisida yo'q, uni ham olamiz. Ya'ni bir-birida qatnashmagan tub ko'paytuvchilarni ham olamiz ekukni hisoblagan paytimizda. Ana endi mana bu ikkinchi usulda ekuk qanday hisoblanadi? Ekukni hisoblash uchun 12, 18 mana shu chiziqning o'ng tarafida hosil bo'lgan barcha sonlarni ko'paytiramiz. Har doim shunaqa. Demak 2, 2, 4, 9, 36 bo'lyapti. Mana bu sonlarning barchasi ko'paytiriladi. Mana shu sonlarning hammasini olamiz. Va bundan kelib chiqadi. Ekuk hisoblash mana bu ikkinchi usulda ekuk ham hisoblash oson. Endi bu 3 ta 4 ta son bo'lganda ham mana 3-4 ta sonni ketma-ket yozib 4 ta sonni birdaniga bo'linadi va mana shu usul o'tadi buning uchun ham. Bunda hisoblash oson, lekin mana bu usul oson ekanda faqat mana shu usulga e'tibor qaratib mana shunda hisoblayveraman oson ekan desangiz, mana bu usul bilan, ya'ni kanonik yoyilma bilan bog'liq bo'lgan shu bilan bog'liq ishlanadigan misollar ham bo'ladi. Ya'ni bu usul ham albatta kerak. Buni bir chekkaga surib qo'ya olmaymiz. Albatta hamma mana shu yerda ko'rsatilgan usullar barchasini yaxshi o'rganishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, endi 3-usulda ekuk topa olmaymiz. Ya'ni ekuk topish uchun Evklid algoritmi xizmat qilmaydi. U faqat ekukni topish uchun bo'ladi. Demak, 3-usulda ekuk yo'q. Ekukni bunday algoritm bilan hisoblay olmaymiz. Xo'p, endi ekub va ekuk hisoblashda ba'zi xususiy holatlar bor. O'sha xususiy holatlarni aytib o'taman hozir. Xo'p, qanday holatlar? Demak, eslatma deb yozib qo'yamiz buni. Eslatma. Mana shu joyda ozgina ochiq joy qolibdi. O'shaning uchun shunaqa bo'lyapti. Hop, eslatma. Bu o'xshamayapti. Mana shunday qilsak bo'lar ekan. Xo'p. Boshqa rang tanlaymiz. Bu yaxshi chiqmayapti. Birinchi ikkita sondan biri ikkinchisiga qoldiqsiz bo'linsa shu sonlarning kichigi ekub, kattasi ekuk bo'lar ekan. Misol ko'ramiz. Misol. Demak, ekukni topish so'ralgan bo'lsin. 24 va 120 sonlarning ekubi so'ralgan bo'lsin bizdan. Tekshirib ko'ramiz. Demak, 120 24 ga bo'linadimi? Ha, 5 bo'ladi. 5 bo'ladi. Demak, qoldiqsiz bo'lindi. Shu sababdan mana shu yuqoridagi qoida bo'yicha
Bu sonlarning kichigi e kub bo'ladi dedik. Demak, e kub so'ralayotgan bo'lsa javob 24. Endi e kub so'ralayotgan bo'lsa xuddi shu sonlar uchun mana bo'linganligi uchun kattasi e kub bo'ladi. Ya'ni buni tub ko'paytuvchiga ajratib yoki mana boyagi ikkinchi usuldagi o'xshatib vertikal chiziqcha chizib 2 ga, 3 ga, 4 ga bo'lib o'tirishimiz shart emas. Mana oldin qaraymiz, berilgan sonlarni biri ikkinchisiga bo'linadimi? Shunday holatlar bo'lib qolishi mumkin. Bo'linadigan bo'lsa, demak, e kub so'ralsa kichigini olamiz, e kub so'ralsa kattasini olamiz. Xo'p, endi ikkinchi qoida. O'zaro tub sonlarning e kubi o'zaro tub sonlarning e kubi shuni katta nima bilan yozaylik. E kubi 1 ga e kubi ularning ko'paytmasiga teng. Misol, o'zaro tub son olamiz. Masalan, 17 bilan 31. 17 bilan 31 ning e kubi 1 ga teng. Ya'ni uni tub ko'paytishdan ajratib yozmoqchi bo'lsangiz, ana ikkinchi usulda nima chiqmaydi, ya'ni belgi qo'ygandik-ku o'ng tarafiga, o'shanday belgi chiqmaydi. Keyin belgi chiqmadi, endi qaysi sonni olaman deb qolishingiz mumkin. Bu yerda 1 ni olish kerak. Chunki har qanday ikkita son albatta umumiy bo'luvchiga ega, u ham bo'lsa 1 ga teng, hech bo'lmaganda. Xo'p, endi e kubni oladigan bo'lsak, xuddi shu sonlarni keling, e kub uchun boshqa son olaylik, mayli. 3 bilan deylik 8 bo'lsin. Bular o'zaro tub va ularning e kubi ularning ko'paytmasiga, ya'ni 3 va 8 ning ko'paytmasiga teng bo'ladi. Endi bunday misollar kam uchrashi mumkin, lekin uchraydi. Uchragan payti buni mana ko'paytuvchilarga ajratib vaqt yo'qotib o'tirmasligingiz uchun buni eslatib o'tyapman. Xo'p, demak, ikkita o'zaro tub sonning e kubi va e kublarini oson hisoblash bo'yicha ko'rsatma berdik. Bir son ikkinchi songa qoldiqsiz bo'linsa, u holatda ham e kub va e kubni hisoblashni aytdik. Endi bizda nima qolyapti? Umumiy bo'luvchilar soni tushunchasi qolyapti. Endi unga o'tishdan oldin e kub va e kublar mavzusiga taalluqli bitta formula yozib berishim kerak. Ikkita sonning ko'paytmasi shu sonlarning e kubi va e kubining ko'paytmasiga teng. Bu formuladan yana formula keltirib chiqarib ishlashingiz mumkin. Xuddi fizikada hammamiz o'rganganmiz. Fizikada mana bunday formula bor, ya'ni S teng VT yoki V teng S taqsim T, T teng S taqsim V, ya'ni bitta yoziladi, o'sha V teng S taqsim T deb yozilgandan keyin u yerdan T ni keltirib chiqarish yoki S ni keltirib chiqarish bo'yicha formulalar keltirib chiqarganda bu yerdan ham mana ikki sonning ko'paytmasi ularning e kubi va e kublarning ko'paytmasiga teng desa, bu yerdan e kubni topmoqchi bo'lsak, ikki sonning e kubi ularning ko'paytmasini shu sonlarning e kubiga nisbati yoki e kubi shu sonlar ko'paytmasining e kubiga nisbati kabi formula keltirib chiqarishingiz mumkin. Endi yana bitta ma'lumot aytib o'tishim kerak. Bu ham bizga kerak bo'ladi. Endi hozirda kerak bo'lmasligi mumkin, lekin trigonometriya o'tgan paytimizda bu nimadan foydalanishimiz kerak bo'ladi. Formuladan, ya'ni kasr sonlar uchun ham e kub tushunchalari bor. Kasr sonlarning e kub va e kublari qanday hisoblanadi? Mana shuni formulasini ham mana bu yerga keltirib o'taman. Demak, kasr sonlarning e kub va
e kubi. E kub kasr son yozaman mana. M1 taqsim N1 M2 taqsim N2 va hokazo MK taqsim NK bo'lsin. Mana shunday kasr sonlarni e kubi qanday topiladi? Buning uchun o'sha berilgan kasr sonlarning suratlarining e kublarini mana mahrajining e kubiga nisbati N1, N2 va hokazo NK. Mana bular suratlarni alohida olib chiqqanimizdan keyin o'zimiz biladigan natural sonlar bo'ladi-da, bu pastda e kub va e kub. Mana shularni hisoblab turib bo'ladigan bo'lsak, chiqqan natija ana shu sonlarning e kubi bo'ladi. Endi e kub M1 N1 M2 N2 va hokazo MK NK bo'ladigan bo'lsa, u holda bu suratning e kubini M1 M2 va hokazo MK ni mahrajning e kubiga N1 N2 va hokazo NK mana shunga nisbati bo'ladi. Mana bu kasr sonlarning e kub va e kubini hisoblash bo'lyapti. Xo'p. Endi umumiy bo'luvchilar soni UBS degan tushunchamiz bor edi, o'shani ham keltirib o'tishimiz kerak. UBS. Endi UBS ni qanday olish kerak? Masalan, UBS umumiy bo'luvchilar soni bo'lgandan keyin umumiy so'zi ishlatilyapti. Demak, bu yerda bir nechta son uchun topiladigan tushuncha bu ham. Demak, keling A va B sonlari uchun bo'lsin, umumiy holda formulani keltiramiz va misol yordamida buni tushuntiraman. UBS ikkita sonning umumiy bo'luvchilar sonini topish uchun, ya'ni nechta umumiy bo'luvchisi bor ekanini aniqlash uchun natural bo'luvchilar sonini topishimiz kerak. Mana shu ikkala sonning e kubini. O'sha ikki sonning e kubini topamiz. E kub bitta son bo'ladi va o'sha sonni natural bo'luvchilar sonini topsak, biz berilgan mana shu sonlarni umumiy bo'luvchilar soni nechta ekanligini aniqlagan bo'lamiz. Xo'p, boyagi misolimizga qaytadigan bo'lsak, 12 va 18 ning umumiy bo'luvchilari 4 ta edi, ya'ni 1, 2, 3 va 6 edi. Esingizda bo'lsa, mana bu yerda ko'rsatamiz, mana umumiy bo'luvchilari 4 ta edi. Endi o'shani bu formula yordamida qanday keltirib chiqaramiz? Yoki boshqa misol olib uni oxirida sanab ko'raylik. Faqat bitta misol bilan chegaralanib qolmaylik, boshqa misol olamiz. Xo'p, UBS 20 va 48 bo'la qolsin. Mana shu sonlarning umumiy bo'luvchilari soni nechta ekanligini aniqlashimiz kerak. Demak, buning uchun birinchi ish bu sonlarning e kubini topishimiz kerak. E kub topish uchun mana bu usuldan foydalanaman. 2 ga bo'lamiz 10, bu 24, yana 2 ga bo'lamiz 5, 12. Mana bu ikkalasiga belgi qo'ydim. Ikkalasiga ham bo'linganligi uchun yana 2 ga bo'linadi, lekin birsi bo'linadi. Mana 6, yana 2 ga bo'linadi 5, 3. Endi 3 ga bo'lamiz. Mana bu 5, mana bu 1 bo'lyapti va oxirida 5 ga bo'lamiz. Bu 1 va mana bu ham 1 bo'lyapti. Va javob 4 ekan. E kub 4 ga teng. Mana e kubda mana shu nimani olardik? E kub 20 48 niki bu 4 ekan. 4 ni kanonik ayirmasi 2 ning kvadrati. Xo'p. Endi ikkinchi ishimizda mana shu chiqqan e kubni, ya'ni NB'sini topishimiz kerak. O'sha 4 degan sonnikini 2 ning kvadrati deylik. NB'sini topish uchun nima qilardik? NB'sini topish uchun
oldingi darslarimizda aytganmiz, buni topish uchun daraja ko'rsatkichga 1 ni qo'shar edik. Ya'ni mana bu 2 ga 1 ni qo'shar edik. Endi ikkalasi ham 2 bo'lib qolgan, o'sha nima tushunmovchilik bo'lmasin, bu 2 ni olyapmizmi yoki bunisini? O'shaning uchun men ko'rsatib qo'yay. Mana bu 2 ni olyapmiz mana. Mana shu 2 ni olyapmiz. Mana buni ko'rsatib qo'yaman. Mana shu 2 shu bu yerdagi. Keling, buni ham bo'yab qo'yay. Mana shu 2 ni oldik degan ma'noda tushunarli bo'lishi uchun. Mana. Demak, javob necha bo'ladi? 3 bo'ladi. Demak, natural bo'luvchilar soni, umumiy bo'luvchilar soni 3 ta ekan. 20 va 48 niki qaysi sonlar bu sonlar? Buni hozir tekshirib ko'ramiz. Demak, tekshirish. Demak, 20 va 48 1 ga bo'linadi. 20 2 ga bo'linadi, 48 ham 2 ga bo'linadi. 20 4 ga bo'linadi, 48 ham 4 ga bo'linadi. Mana shu 3 tasi edi. Endi boshqa sonlarga bo'linmaydi. 25 ga bo'linadi, 48 5 ga bo'linmaydi. 48 6 ga bo'linadi, 20 6 ga bo'linmaydi. 48 12 ga bo'linadi, 20 esa 12 ga bo'linmaydi va hokazo boshqasi bo'linmaydi. Mana umumiy bo'luvchilar soni mana shunday hisoblanadi. Endi bugungi darsimizga rejalashtirgan aytmoqchi bo'lgan narsalarimni barchasini aytdim. Agar mabodo esdan chiqib qolgani, ya'ni aytish zarur bo'lgani bo'lsa, keyingi darslarga qo'shimcha qilib yuborishimiz mumkin. Bugungi darsimizda mana shu ma'lumotlarni bermoqchi edim sizga. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.